Agar kechasi kimdir eshigingni taqillatsa va u sening ismingni aytsa, hech qachon eshikni ochma. Chunki u odam bo'lmasligi mumkin. Hikoya. Bu voqea bir yigit bilan sodir bo'lgan. U uyda yolg'iz edi. Soat tungi 2 dan 47 ta o'tgan. Hamma joy jim. Tuk, tuk, tuk. Eshik taqilladi. U o'yladi, ehtimol qo'shnidir. Lekin keyin eshik ortidan ovoz keldi. Shohjahon, eshikni och. U qotib qoldi. Chunki u uyda yolg'iz edi va bu ovozni tanimasdi. Yana taqillash. Bu safar kuchliroq. Tuk, tuk, tuk. Men seni bilaman. Eshikni och. U sekin eshikka yaqinlashdi, lekin ochmadi. Keyin u pastdan qaradi, eshik ostidan, va u yerda oyoqlar yo'q edi. Ovoz esa yana gapirdi. Men allaqachon ichkaridaman. Shu payt uning ortidan xuddi shu ovoz eshitildi. Endi qayerga qochasan? Yakun. Agar kechasi eshiging taqillasa, javob bermagin. Chunki u hali ham odam izlayapti.